Odamlar u odamlar. Bog'da bitgan bir. Eshitmadim demanglar. Eshitganlar jilmaygan. Bugun maktabimizning 4-sinf o'quvchilarining bitiruv kechasi bo'ladi. Hammani bitiruv kechasiga tabrik qilamiz. Marhamat. Meros nomus obro' bizdan avlodlarga yetasan sevib. Toleyingga mudom baxsh aylagan nur, yorqin mavqeingni sevaman vatan. Istiqboling biron maqsadga yetgan, har bir nafasimga hayot baxsh etgan, tirik dardlaringni sevaman vatan. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli o'quvchilar va mehribon ota-onalar. Mana bugun 4-sinf o'quvchilari boshlang'ich ta'limni tugatadilar. Bugun ular uchun katta bayram, katta tantana. Ijozatingiz bilan davramizga tantanamiz sababchilari bo'lgan o'g'il-qizlarni taklif qilsak. Marhamat. Sahnamizga tadbirimizni ochib berish uchun Yaxshimatov Maqsud ustozga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ota-onalar. Mana bugun maktabimizda xayr birinchi ustozim, ya'ni bitiruvchilar tadbiri. Boshlang'ich sinfni bitiruvchilar tadbiri. Bugun tadbirni o'tkazayotgan sinf 4-A sinf rahbari Gulshanbo Madina. Ben bugungi tadbirimni ochib deb e'lon qilaman. Shu bilan birgalikda bular boshlang'ich sinf o'quvchilari, hali yana ko'p o'qishlari kerak. Gelecekte yaxshi bahalara o'qishini, büyük O'zbekistonimizni büyük bo'lishida o'zida hissasini qo'shadigan o'quvchilar bo'lishini tilab qolaman. Omad tilayman bular. Yana bir rahmat tilayman. Men shu bilan birgalikda so'zni Jumaniyazova matematika o'qituvchimiz Jumaniyazova bersak so'zni biz so'zlarini aytsa, o'quvchilarimiz bitkazyapti. Gel yuqoridan keladi. Assalomu alaykum, qadrli, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Mana bugun maktabimizning 4-A sinf o'quvchilari Hayır, birinchi ustozim nomli tadbir bilan bugungi kechani boshlaydiganlar. Men fursatdan foydalanib mana shu kechani tayyorlashda fidoyilik qilgan birinchi sinf ustozi Madina ustozi Shoiraga katta tashakkurimni bildiraman. Bunday ajoyib kechani tayyorlashda meni
ulkan xizmatlari bo'lgan ota-onalara chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi ustoz, birinchi o'quvchilarni onadan keyin birinchi marta ko'z ochib ko'rgan eng qadrli inson hisoblanadi. Bolalar maktabga kelgan vaqtda onasidan keyin birinchi ustozni o'ziga eng qadrli inson sifatida qabul qiladi. Ustozning butun harakatlarini, qilayotgan ishlarini o'zlari uchun o'rnak qilib oladi. Shuning uchun har doim biza hech qachon, masalan, 60 yoshga kirgan bo'lsam ham birinchi ustozimni hech qachon unutmayman. O'quvchilar ham xuddi shunday. Birinchi ustozini ular hech qachon unutmaydilar. Bular hozir 4-sinfda, 5-sinfga chiqadilar. 5-sinfga bizga borgandan keyin bular bir ustozini sog'inadi. Har kun ertalab to'g'ri ustozning xonasina boradilar. Men shuni ko'p yillik ish faoliyatim davomida kuzatganman. Ustozini ko'radilar, sumkasini ko'tarib qo'lini oladilar, sinfga kirib, keyin keladilar. Farzandlarimizning yutuqlarida birinchi ustozlarning xizmati katta. Bugun maktabimizda juda katta yutuqlarga erishdi maktabimiz. O'quvchilarimiz respublika fan olimpiadalarida, viloyat bosqichlarida qatnashib, eng yaxshi yutuqlarga erishdilar. Bularning hammasidan birinchi ustozlarning xizmati bor deb o'ylayman. Qachonki birinchi ustoz bolaga yaxshi ta'lim, yaxshi tarbiya bersa, buni bolalar yuqoriga chiqqanda yaxshi natijalarga erishadilar. Shoira Madina. Men Madina seni istardimki, jon kuyar Xudoy ustoz bo'lishini. Sen chiqargan o'quvchilarni biza yuqoriga chiqqanda to'nda kim chiqardi bugun? Madina chiqardi. Madinani sinfini olamiz deb olashib olishlarini istayman. Ishlariga rivoj, omad tilayman. Bu yerda o'qigan Xudoy ustozlarga qachonki otasi farzandi uchun yutuqlar biza xursand bo'lamiz. Shunda biz ham bundan ham yaxshi yutuqlarga erishish uchun bizlar ham kurashamiz. Rahmat sizlarga. Rahmet size. Şimdi koluma mikrofonu alanımda bir Fahri Ustaz gelipti. Şuna sözlü versek, şimdi biraz vakit oldu PCS bilgilerle özünde sözlerini aytsa. Gelin, alınları var. Bana kente kökçülük tanısa gerek de koyma. Kök adamların aramızda. Assalamu alaikum aziz ustozlar, aziz o'quvchilar. Mana bugun sizlarni hayotingizda unutilmas kun. Boshlang'ich sinf vazifalarni bajarib yuqori sinf vazifalarni o'tdingizlar. Sizlar bu ishlaringizda omad tilayman. Shu hayot yo'llaringizda hech qoqilmasdan hamisha a'lo baholarga o'qib, yuksak marralarga egallashingizga tilakdoshman. Shu maktabda mening 20 yildan ziyod ishlagandan Fezolam maktabga kelib shu yerda shuncha ishlab, sizlarning o'quvchilar tarbiyalab voyaga yetkazib, shu o'quvchilar ichida shunday muvaffaqiyatlarga erishgan o'quvchilarimiz bor. Shularni eshitib faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Shunday bir mustaqil O'zbekistonda yashab turganimizda faxrlanamiz. Tinch yurtimizda faxrlanamiz. Shunday ajoyib yurtda yashab turibmiz. Buni oqlab, o'quvchilik burchimizni bajarib, ota-onamiz ishonchini oqlab, ustozlar ishonchini oqlab, shunday bir ajoyib yetuk inson bo'lib yetishishlaringizni sizlarga tilakdoshman. Kuch-quvvat tilayman, omad tilayman. Hayotda hamisha qoqilmasdan Alloh borishingizni tilab qolaman. Shu ustozlarimizdan omad tilayman ishlaringizda. Katta muvaffaqiyatlarga erishib, yangi marralarni kuchaytirsizlar. Rahmat. Baxtli saodatli Rahmet size. Kök yaşlarına gidin. Yine bir bazı tedbirimiz açık da bir yere kılamak. Karsekler olsun. Birinchi navbatimizda 4-sinf o'quvchilari tomonidan yod olingan vatan haqidagi ta'riflarga bersak, marhamat. Vatan bu tug'ilgan makonim. Vatan bu sizu bizga daxldor zamin. Vatan bu muqaddas beshigimdir. Vatan bu osmonu eshigim. Vatan bu onamning tunlari bedor bo'lib aytgan allasi. Vatan bu qadarimning kuygan duosi. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyoridir.
dimdik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas, vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun farz farz. Shu yurtning muqaddas yurt tuprog'idir, ne azizlarning qadami tikkan buyuk bobolarimiz, buyuk ishlari tarixiy mavruda mashaqqat etgan. Dik bor dunyodan jen maktabim menga vatan jannatlarga osmon qishlog'im ilchamandir nozi ne'matlarga jon O'zbekiston vatandir. Ana jonim issiq bag'ringiz vatanligim bilaman, ota mehr qanot taftingiz vatanligim bilaman, o'z bag'rini ulug'lardan beshigim menga vatandir, yurtni ostoqasiga beshigim menga vatandir. O'zbekiston mening vatanim. Keyingi navbatimizni yod olingan ramzlarga beramiz, marhamat. Ko'kda hilpirar mavlud O'zbekiston bayrog'i, dillarga solib g'urur O'zbekiston bayrog'i, o'z bayrog'imni xalqim diliga solar iftixor, undagi har bir rangning o'z ramzi ma'nosi bor. Tanqamiz bor juda ko'rkam, yashnab turar juda ko'rkam, bir yon paxta, bir yon bug'doy, vatan bizga aziz makon. Ko'rganingiz ikki daryo, ona amuz sir daryo, o'rtadagi humo go'zal, bog' toli erul azal. Oy-u yulduz parvonadir, O'zbekiston yagonadir. Davlat madhiyasi yangragan mahal, Toshkentning ko'ksingda tog'dayin kelib, zero bu baxt uchun kurashgan azal, ne'mat o'g'lonlar jonini berib. Davlat madhiyasi yangragan mahal, esla ajdodlarning shavkat urshoni, tarannum etdikdir bu buyuk g'azal, asl insoniylikning oliy nishoni. Bizning konstitutsiya har yurakka bilsin jon, shunday ozod vatandan tinchlik so'nmasin aslo. Eng sara qonunlardan, qomusim oftor ro'yo, yozilgan tilli harfdan bizning konstitutsiya. Endigi navbatimizni 4-sinf qizlari ijrosida o'zbegim raqsiga, marhamat. Bilding, sevgi to'lanib bilding, menga qo'shilib bo'lding, O'zbegim. 25 yoshdasan, dunyochimsan, boshdasan, sen boshqasan, O'zbegim. Kimlarga armon bo'lding, kimlarga darmon bo'lding, buyuk ipak yo'lidan eng ulkan bo'lding. Bu zamon berding, sevgi to'lab berding, menga qo'shilib bo'lding, O'zbegim. 25 yoshdasan, guldonasan, boshdasan, sen boshqasan, O'zbegim. O'zbegim, shirin sabah, O'zbegim, muhiti bor, O'zbegim, shirin sabah, O'zbegim. Sho'ringiz yurdim, iqbolim sezib yurdim, suygansan onam bola, baxtingga baxtim bordi. Kimlarga armon bo'lding, kimlarga darmon bo'lding, buyuk ipak yo'lidan eng ulkan bo'lding. Bu zamon berding, sevgi to'lab berding, menga qo'shilib bo'lding, O'zbegim. 25 yoshdasan, guldonasan, boshdasan, sen boshqasan, O'zbegim. Muhiti bor, O'zbegim, shirin sabah, O'zbegim. Muhiti bor, O'zbegim, shirin sabah, O'zbegim.
O zaman ilanay, o zaman gider. Adoy Muray, Fidoy Muray. Şirin zaman, Şirin zaman. Keyingi navbatimizda yod olingan maktab haqidagi she'rlarga beramiz. Marhamat. Yerda qutlug' dargoh, muqaddasdir bizga har joy. Bilim sari boshlar yo'lga, aziz quchoq tanish yo'lga. Har kun erta tongdan boshlab asta qadam tashlab biz u tomon otilamiz. Do'stlar bizga shotlanamiz. Alifbo va hisob orasida biri yodda, biri qo'lda. Harflar tanish, raqam tanish, qo'ldan kelar o'qish yozish. Xayrlashamiz bugun siz bilan, bizlar uchun quvonchli bu dam. Faqat katta g'ashlik bor, biroz o'qitmaysiz endi siz ustoz. Katta mehr bir jahon, onam dayin mehribon, erkalab kulg'ongan, dilga shodliklar solgan ustoz sizga ta'zim. To'g'ri yozish o'qishni, o'zini qanday tutishni, savol bilim o'rgatgan, nurli yo'lni ko'rsatgan ustozim sizga ta'zim. Keyingi navbatimizni o'g'il bolalar ijrosida Andijon do'ppiraksiga marhamat. Oyunda olar simalay cho'ksin, boshimda tursa halimlar ochilsin. Oyunda olar eliniz cho'ksin, boshimda tursa Andijon cho'ksin. Hovlidan ma'lumman tog'lardan baland, men o'zbekman boshqa o'zbek cho'ksin. Hovlidan ma'lumman tog'lardan baland, men o'zbekman boshqa o'zbek cho'ksin. Men o'zbekman boshqa o'zbek cho'ksin. Sultan do'ppi, Anjar do'ppi, shosh do'ppi, Toshkent desam kulab ma'mur bosh do'ppi. Sultan do'ppi, Anjar do'ppi, shosh do'ppi, Toshkent desam kulab ma'mur bosh do'ppi. Shoir chizdi mahmud polvon boshidan, tanimagan dillarga do'stdosh do'ppi. Shoir chizdi mahmud polvon boshidan, tanimagan dillarga dildosh do'ppi. Oyimda qolar simalay cho'ksin, boshimda tursa Andijon cho'ksin. Oyimda qolar simalay cho'ksin, boshimda tursa o'zbegim cho'ksin. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshqa o'zbek cho'ksin. Men o'zbekman boshqa o'zbek cho'ksin. Keyingi navbatimizda ustozlar haqidagi she'rlarga beramiz. Marhamat. Maktabimiz terak mehringiz shu daryo, qalbingiz teksiz dunyo. Sizingizga har a'lo, sizga ming rahmat ta'zim, aziz Erson muallim. Birinchi ustozimga ilk bora partaga sekin o'tkazib, jarchi qo'llarimga qalam tutqazib, menga harf o'rgatgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizdek insonni. Birinchi ustozimga
Quyosh, osmon, zamin, biroq ranglarini siz tanitgansiz, rasm chizsak xatolarni hech og'ritmay o'rgatgansiz. Jismon tarbiyasi ustoziga sport bilan shug'ullansak, tanamiz sinikadi. Fikrimiz va argimiz yanada tiniqadi. Ma'naviyatchi ustozimga ma'naviyat darslarin, saboqlarin tinglaymiz. Ustozimiz darsda zerikishni bilmaymiz. Farzandga nasihat ustozlarga o'qiymiz, adab saqlaymiz, hatto boshqalarga qanday ham bo'ladi deyishni bilmaymiz. Sizgadir yurakda asragan sazim, to mangu ta'zimdan turaman o'zim, dilimning tubida yangragan sazim, ezgulik yo'lida tog'lar ustozim. G'amko'rmang bu dunyo turguncha turing, ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring, shogirdlar baxtidan shodlar surur yuring, ezgulik yo'lida tog'lar ustozim. Hayot yo'llarimda yo'ldoshdek bo'ldim, yo'limni yoritgan quyosh deb bildim, tole yo'llarimda yo'ldosh deb bildim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim, har doim har vaqtda qo'ling ustozim. Ilmu tafakkurdan dilga yo'l ochgan, qalblarga beminnat mehr sochgan, go'yo quyosh tafti yuzga ko'chgan, siz sabab har mahal baland parvozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Shogirdlar kamolin o'ylab tunu kun, halovat bilmasdan bog'in etib xun, kelajak avlodi taqdiri uchun jonin emmagan bo'lganda lozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. İnsonga duch kelgan kulfa xil yo'llar, goh tog'lar oshsa, goh kechar cho'llar, ba'zan chaqib essa chaqmoqlar do'llab, hech vaqt adashmang aql tarozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Quyoshdek yo'limni yoritguvchimsiz, elim ziyon gullarin taratguvchimsiz, buyuklardan buyugi aslidasiz, bizlarga baxsh etgan bahor yozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Kim uchundir dunyoda shuhrati aziz, kimgadir haq yo'lda zahmati aziz. Siz uchun el-yurtning rahmati aziz, mu'zam baland sizga e'zozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Hozirgi navbatimizni qizlar ijrosidan Javohir raqsiga marhamat. Thank you.
Keyifli davetimizin terbiyesiz olabildiği spektakül başladı. Mektepte bir okulcu ders payında telefon oynab oturdu. Okutucu okulcularga mavzuni tushuntirib, o'quvchilarning uyga vazifalarini tekshirishni boshladi. Navbat Shahriyor ismli o'quvchiga kelibdi va o'qituvchi o'quvchiga
gülcan başlacak Kalbiye şadlıktan kurban kuran Hayatına kendi sahiben açıp Anamın en tatlı ayaklarına Ugoz elçileri Yüreği koyulan Yüreğin kovuyla Mehrini coyla Ammanın asla babayla Anamın en tatlı ayaklarına Halaman Anamın en tatlı ayaklarına Orada olmasın Halaman Günden kalbaya solmaydı bu yaş Kozuya kaybolan durmasından yaş Hayatta mevcut en yakın sırdaş Anam en tatlı ayaklarıma Arzular rüyalar olsun ağlasam O halde çullarım beni yoklasam Nasıl çıksa bunu ağlasam Anam en tatlı ayaklarıma Man 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 Anam en tatlı ayaklarıma Bunu ağlasam Halaman Gülcan başlacak Kalbiye şadlıktan kurban kuramam Hayatıda kendi sahibe açıp Anamın en tatlı ayaklarıma Ugoz elçilere Yüreği koyulan Yüreğin kovuyla Mehrini coyla Sammadan samkudan asla babayla Anamın en tatlı ayaklarıma Man 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 Halaman Anamın en tatlı ayaklarıma Burada olmasın Halaman Anamın en tatlı ayaklarıma Man 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 Halaman Anamın en tatlı ayaklarıma Man 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 Halaman Anamın en tatlı ayaklarıma Öğretmen sınıftaşları Kurban ve Şair Ustaz'ga o'quvchilarni taqdirlash uchun so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz
kalbiler ya, aziz ustazlar, yıkıp yaş ata-onalar, şu yerda tadbirda qatnashayotgan barcha tadbir qatnashchilari. Mana bugun sizlar bir kichkina bir tadbirda guvohi bo'ldingizlar. Men juda ham xursand bo'ldim. 4 yil oldin xuddi mana shu sahnada mana shu o'quvchilarimizni birinchi ustozim yana Samarqand bayramini tomosha qilgandik birgalikda. Yine orada oylar o'tib, 4 yil o'tib bu o'quvchilarimiz endi boshlang'ich sinfini tugatish arafasida tugatdi desak bo'ladi. Bu şu vakaygacha 4 yilgacha ichimda juda ko'p mashaqqatlar, mehnatlar yotibdi azizlar. Haqiqatdan ham shu mehnatlarimizda sizlar o'zlaringiz ham hissalaringiz bor onalar. Bu faqat birgina ustozlar bilan, maktab ma'muriyati bilan bo'lmaydi. Sizlar ustozlar bilan ham birga bo'ladi. Mana shu tadbirlarimiz, o'quvchilarimizni bilim olishlari, e'tibor berishlaringizda. Yine şu o'quvchilarimiz Xayr ustozning tadbirini tashkillashdilar. Havolamiz bor. Shu o'sha muomalaga bog'liq ya'ni Bikajatgami izdoshimiz bor, havolarimiz bor. Shu Madinaga uya borganda ana o'quvchilarimiz tadbir o'tkazajak, nomisiz, nomga ko'tarasiz deganda aytdim, endi ular o'zlari katta bo'lib qoldi. Ichimdan o'zim ustozim aytmadim. Qani o'zlarini tashakkurkani hayotda qanday tayyor bo'lgan ekan bular. O'zlari naviydi, o'zlari qaysi ko'rsatuv olacak, o'zlari qaysi she'r qo'shiqlari aytacaklar, qaysi o'yinlar o'ynayacaklar. Yo'qani desak, ikkimiz jinoyatlar ko'p tayyorlamadi. Ular o'zlari shu sizlarga qo'yib bergan hamma she'r qo'shiq o'yinlarni o'zlari tayyorladi. Sirgina bir ko'rsatib, buni baribir turdik bular. Men bulardan juda mamnunman, juda xursandman. Shuni qatorida siz ota-onalardan ham juda xursandman. Bu o'quvchilarim meni 26 o'quvchi bor. Mana shu sinfimda hammasi bir-biridan zehnli, bir-biridan aqlli, bir-biridan aktiv. Bu o'quvchilarim mana shu sinfga kirib borayotganimdan, sinfga kirganimdan, vaqtasiga aylanganimdan, meni ko'zimdan, meni fikrimni nomi aytchakimni ilg'ab bilib oladi bular. Men o'ylardim, neden biz ekan bu o'quvchilarim? Mana shu gap aytchakimni, shundan og'zashchakimni deb hayron qoladi. Bu o'quvchilarim juda zehnli, nozik vaqtlarda bo'ldingiz, o'zlaringiz juda aqlli. Men bulardan minnatdorman. Kelgusida yana boshlang'ich sinf tugatdi bular. Kelgusida endi yangi o'quv yilida katta sinfga qadam qo'yadilar. Bularni xuddi shuningdek tartibini saqlashda, bilimini saqlashda faqat ustozlar emas, sizlar ota-onalar ham hissalaringiz juda katta. Bular baribir katta sinfga chiqqanda Jumaniyozda ustozimiz aytib o'tdi. Birinchi ustozini o'rgan shuna boraveradi. Chunki bir uydan yana ko'yga o'tganning joyiga olganning bo'ladi o'quvchilar. Sizlar ham shularga yordam berib, maktabga keldi, maktabdan borganda qani shartning qaysi darsdan fandan sen qaysi baho oldin, necha baho oldin, qani aytib bergani, qani qaysi nishatib oldin. Bir solistlar uyalarni, ikkinchi solistlar hayajonlanib, uchinchisida o'ylanadi. Dur, men shu maktabga borib kelyapman. Ota-onam menga qiziqib turibdi. Men shu maktabimni fanlarini yaxshi o'zlashtirishim kerak deb o'ylaydi. Sizlar faqat maktabga ustozlarga tashlab qo'ymasdan, sizlar ota-onalar, sizlar o'quvchilarga hem iltimos, hem talab etaman, hem buyuraman. Shu katta sinfga qadam qo'yganda o'zlaringiz yaxshi e'tibor etsangizlar, yana shu o'quvchilarimiz kelajakda o'zlari xohlagan, sizlar xohlagan din, o'zlari xohlagan kasb egalarini yetishishda tilakdoshlar va yetishadilar. Men shu hayotim davomida yana 34 yildan beri shu maktabda ishlab kelyapman. Shu ota-onalar qaysi ota-ona qanday qiziqadi farzandini, qaysi ota-ona yo'naltiradi shuni, shu ota-ona qiziqqan o'quvchini ota-onasi shu o'quvchi albatta o'zi istagan, o'zi xohlagan kasb egasi bo'lib keladi. Buning uchun siz ota-ona
ko'rsataman. Shu o'quvchilarimiz ham aytgandirki, e'tiborlik yo'naltirib tursansizlar darsliklarini, o'qishlarini, daftarlarini ta'minlab berib, uyda yaxshi tekshirib tursansizlar, bu o'quvchilarimdan men umid qilaman, yaxshi kasb egalari bo'lib yetishadilar. Endi maktabimiz ma'muriyati tomonidan ish o'quvchilarimiz, ota-onalar, o'quvchilarimiz o'zlarini tashakkurnomalar berildi. Hozir shuni Madina ustozi tarqatib chiqardi. Aziz o'quvchilarim, sizlarga kelgusida tilaklarim shu: bizlarning orzu qilgan kasb egalari, buyuk inson bo'lishgaysizlar iloyim. El koriga yaraydigan, el xizmatiga yaraydigan ajoyib inson bo'lib yetishgaysizlar. Katta sinflarni oliy baholar bilan tamomlab, oliy o'quv yurtlarına girganda men o'quvchim, bizlar o'quvchimiz deb biza katta sinf o'qituvchilari, ota-onalaringiz 30-maktabdan chiqqan bu o'quvchilar hammamiz xursand bo'lib o'tiramiz. Men shuni tilakdoshiman. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugungi tadbirimizga tashrif buyurganingiz uchun, vaqt ajratib kelganingiz uchun kattadan katta rahmat. Hozir o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Hurmatli Xushxudroq Husniyaning ota-onasiga. Ta'lim-tarbiya eng avvalo oiladan boshlanadi. Ota-ona farzandining tarbiyasi, bilim olishga befarq emasligi bu farzandning maktabdagi yutuqlari orqali namoyon bo'ladi. Sizga shuni ma'lum qilamanki, farzandingiz sinf o'quvchilari orasida o'zining iqtidori, odobi, bilim saviyasi bilan yuqori natijalarga erishmoqda. Bunda albatta ota-onaning hissasi katta. Shularni inobatga olgan holda maktab ma'muriyati tashakkurnomani sizga topshiradi. Siz farzandlaringizga beramiz. Farzandlaringiz orqali tabriklaymiz. Hajiboyeva Shohista qizimizni tabriklaymiz. To'yli va beg'ubor qizimizni tabriklaymiz. Kalay Artur o'g'limizni tabriklaymiz. Ravshanbek Mirjalol o'g'limizni tabriklaymiz. Rajabboyeva Gulshoda qizimizni tabriklaymiz. Rajabboyev Navro'zbek o'g'limizni tabriklaymiz. Qo'shnazar va Mahliyo qizimizni tabriklaymiz. Dubayeva Parizoda qizimizni tabriklaymiz. Jumaniyozova Nigina qizimizni tabriklaymiz. Jumaniyozova Tinnura qizimizni tabriklaymiz. Tapirgan va Madina Banu qizimizni tabriklaymiz. Jabirganov Shahriyor o'g'limizni tabriklaymiz. Egambirganov Mahmudjon. Durdubayev Asqarbek o'g'limizni tabriklaymiz. Davronov Hayotbek o'g'limizni tabriklaymiz. Baxtiyorov Bekzodbek o'g'limizni tabriklaymiz. Abdullayev Mumtozbek o'g'limizni tabriklaymiz. Abdullayev Asadbek o'g'limizni tabriklaymiz. Jumaniyaz va Jasmina qizimizni tabriklaymiz. Mamatsoy va Dinara qizimiz. Maratova Ruxshona
qizimizni. Ali Muhammedina Banu qizimizni. Ali Muhammed Nadira qizimiz. Kadam ve Jasmina. Dubai Saidettin. Said Artur. Şuradaki durgan barcha o'quvchini, barcha ota-onani tabriklayman. Ilohimlar oliy o'quv yurtiga kirganda davrani kattadan olib, barchamizni inshaalloh bitirish nasib etsin. Kelajagi